Shogird, qalay taassurotlar? Yaxshimi? Maxluq bilan yaxshi chiqishyapsiz a? Chiqqaningizga bir o'tirganingizga bir 5 soat bo'ldi. Adashmasam 5 soat. 5 soat, 5,5 soat mana shu bo'ldi. Yaxshi, zo'r ketyapsiz. Bugundan boshlab yangi liniya oldik. Siz UJO Holding kompaniyasini xodimisiz, haydovchisiz. Va sizga mana shu hunar o'rgangan paytingizga haftasiga $1000 pul to'layotgan hozir. Avval 500 to'lardi, menimcha dekabr oyiga dedi. $1000 sizga o'rgangan har haftangizga 2 hafta mobaynida o'rganasiz. Bu uchun sizga kompaniya hunar o'rgangan paytingizga $1000 pul to'layotgan. Ha, shogirdligingizga. Siz endi sizdan oldingi chiqargan shofyorim, shogirdim. Xuddi mana shunaqa yangi Volvo berganman. Hozir kompaniyaning eng oldi haydovchilaridan ishlayapti. Ham u shogird bloger bo'lib ketdi, hozir media yurgizyapti. Ozmi ko'pmi ancha odam to'plagan. Yaxshi yo'llarda hamma shu sharoitini qilayotgan, ishini yoritib boryapti. Balki siz ham shu bahonada yurgizib yuborsangiz o'xshab ketadi ekan. 2 hafta davomida birga shunaqa qilib gaplashib ketamiz endi. Nima taassurotlar, qalay ketyapti? Yaxshimi? Yaxshi moslashib oldingizmi? Yaxshi ketyapsiz. Biz yo'lga chiqqanmiz. Chicagodan Washington, Seattle'ga. Bu degani burchagidan bu burchagiga qarab 2000 mayl bir tomonda o'zi boramiz va obratdan yana orqaga qaytamiz. 4000 maylga borib kelamiz. Bu shirin zo'r yo'l bo'ladi. Ketishimizda ikkita variant bor. Washingtonga borgani ikkita yo'l bor. 80 va 90 yo'llar. Bittasi shunchaki qish, ikkinchisi qattiq qish. Biz hozir shunchaki yengil qishni tanlaymiz, 80 yo'lda ketamiz. Va Amerika yo'llari ham o'zi aka katta daftarga o'xshaydi. Shuni bitta hayolingizga keltirib olsangiz juda oson. Yurish ham, karta ham kerak bo'lmaydi. Hali east, west, north, south degan narsalar bor, sharq, g'arb, janub, shimol deganda, hozir westga qarab ketyapmiz biz. Exitlar dedim-ku, exitlar ham shunaqa farq qiladi. Exitlar kamayib boradi, ko'payib boradi. Shularni bitta yodlab olsangiz juda oddiy narsa o'zi, yo'llari ham. Juda zo'r infrastruktura deydimi, nima deydi? Yo'l tizimlari zo'r qilingan Amerikada. Juda oson. Katta daftarga o'xshab kaftingizga shuni keladi. Shu bilan bir boshdan borib kelamiz biz endi. Boramiz va 3 kunlik ishmi? 3 kunlik ish borib Chicagoga qaytib kelamiz va shu Bobaydida biz olgan yukimiz hozir 4000 maylga $10,000 ga yuk olganmiz. Kelib yuk topshiramiz va bizga $10,000 xizmat haqi olamiz bundan. Shirin, yaxshi, zo'r yuk. Boramiz, shuni orqaga qaytamiz. Yukimiz og'irligi ham 1-2 tonna kelsa kerak. Uyesmail shunchaki pochta olib ketyapmiz. Shu yo'llarda, shu yo'l davomida endi siz shu bitta borib kelganimiz o'zida yaxshi sho'pir bo'lib qolasiz. Shiringina yo'l.